Er yoki aylana ichidagi belgilaridan foydalanishda ehtiyot bo'ling. O'zbekiston Respublikasi qonunchiligiga ko'ra, mahsulotda yoki uning qadoqlarida yoki aylana ichidagi belgisi faqat davlat ro'yxatidan o'tkazilgan tovar belgilariga nisbatan qo'llanilishi mumkin. Bu belgi iste'molchilarga mazkur tovar belgisi huquqiy muhofaza ostida ekanini bildiradi. Agar tovar belgisi ro'yxatdan o'tkazilmagan bo'lsa, unga nisbatan yoki aylana ichidagi belgisidan foydalanish qonun buzilishi hisoblanadi. Bunday holatda huquqbuzarlik ashyolari musodara qilinib, bazaviy hisoblash miqdorining 15 baravardan 30 baravargacha jarima qo'llanilishi mumkin. Agar ushbu qoidabuzarlik ko'p miqdorda zarar yetkazgan holda sodir etilsa, jarima, axloq tuzatishlari yoki 2 yilgacha ozodlikni cheklash yoki ozodlikdan mahrum qilish jazosi ham qo'llanilishi mumkin. Shu sababli tovar belgilaridan foydalanishda qonunchilik talablariga rioya etishingizni so'raymiz.